Tasavvur qiling, kutilmaganda xona dahshatli tezlikda aylana boshladi. Siz oyoqda tura olmay qoldingiz, ko'nglingiz aynidi, qulog'ingiz bitib, ichida shovqin paydo bo'ldi. Bu oddiy holat emas, balki Menier kasalligi bo'lishi mumkin. Bugun biz otonevrologiyaning eng jumboqli kasalliklaridan biri Menier kasalligi haqida gaplashamiz. Menier kasalligida qanday simptomlari bo'lishi va uni xalqaro protokollarga ko'ra qanday davolash kerakligini tahlil qilamiz. Xo'sh, bu kasallik qanday paydo bo'ladi? Ichki qulog'imizda bizda endolimfatik suyuqlik bo'ladi. Bu suyuqlik normal bosimga ega bo'ladi. Menier kasalligida ushbu suyuqlikni bosimi oshib ketadi va bu holatni endolimfatik gidrops deb ataymiz. Aynan shu endolimfatik gidrops biz sanab o'tgan yuqoridagi simptomlar paydo bo'lishiga olib keladi. Menier diagnozini qo'yish uchun quyidagi belgilar aniqlanishi kerak. Bosh aylanishi. Bosh aylanishi 20 minutdan to 12 soatgacha davom etishi mumkin. Bundan tashqari bemorda eshitish pastligi aniqlanadi. Ya'ni bemorni audiopetri qilganimizda past chastotalarda sensornevral kalligi aniqlanadi. Bu eshitish pasayishi vaqti bilan yaxshilanib, vaqti bilan yomonlanib turadi. Qolaversa, Menier kasalligida bir taraflama quloqni to'lish hissi ham aniqlanadi. Quloqni to'lish hissiga shovqinlar ham hamrohlik qiladi. Va so'nggi belgi, Menier kasalligini aniq tashxis qo'yish uchun bosh aylanishiga olib keluvchi boshqa kasalliklarni ham istisno qilish kerak. Menierning o'ziga xos bir xususiyati bor, ya'ni Menierga chalingan ba'zi bemorlarda tumarkin otolitik krizi uchrab turadi. Bu nima degani? Bemorlarda kutilmaganda muvozanatni yo'qolib, yiqilib tushish holatlari kuzatiladi. Hozirgi kunda Menier kasalligini to'liq davolab yuborish imkoniyati topilmagan. Asosan simptomatik davo qilinadi. Birinchi davo liniyasi sifatida tuzni cheklash va diuretik terapiya qo'llaniladi. Tuzni cheklash va diuretiklarni ishlatish quloqdagi gidropsni pasaytiradi. Shu orqali yuqorida sanab o'tgan simptomlarimiz nazoratga olinadi. Ikkinchi liniya davosiga biz betagistin dori vositasini ishlatamiz. Betagistin yuqori dozalarda qo'llanganda Menierdagi simptomlarni kamaytirishga yordam beradi. Uchinchi va to'rtinchi bosqich terapiyasini bemorlarda dori-darmon bilan davolashning iloji bo'lmagan taqdirda o'tkaziladi. Unga ichki nog'ora ichiga gormon terapiya qilish yoki labirint ektomiya qilish amaliyoti qo'llaniladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Menier kasalligi murakkab kasallik hisoblanadi, lekin kerakli mutaxassis bilan to'g'ri yondashuv orqali ushbu kasallikni jilovlash mumkin. Agar sizda yoki yaqiningizda shu kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentlaringizda savollar bo'lsa yozib qoldiring va albatta obuna bo'lishni unutmang.